katta bo'lishni xohlamayman. Yetdik. Xayr. 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 Pavlusha, quyoshni charaqlashini qara. Petrovna, uxlashyaptimi? Uxlashyapti. Ko'rmaganingizga necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. Ha, yaqinmas-da. Ha deganda kelib ketaversin. Samolyotni o'zida bir kun uchish kerak. Sivil sartarosh operasini kim yozgan? Rossiya. To'g'ri. Uch bahodirni kim chizgan? Salom. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'yla. Nima, esingdan chiqib qoldimi? Vaznetsov, ha? Aniqroq. Vaznetsov. Mana endi to'g'ri. Voy dada, uni qarang, o'qitib qarang, juda chiroyli. Chalg'ima. Haliga nima edi? Mis Chavandoz poemasini kim yozgan? Pushkin. To'g'ri. Ana endi yur. Endi Yesenini onamga maktubini o'qi. Aziz onaginam, bo'lgan salomat. Deraza oldida sirarsan xayol, osmonni to'ldirib yog'ilar uppar. Kimdir oq sirenni silkitar misol, shunday tunda bo'lurmi uxlab? Tarno uzra shamol, she'rlar betin, yotmoqchi bo'lursan. Ko'zingga xona, tobutdek ko'rinar, seskanar eting. Aqlingdan o'rgulaysan. Qani endi buving uchun chiroyli qilib o'qib ber, chalg'imasdan. Atinib bo'ldi. Tongda meni uyg'ot ertaroq. Mehribonim mushfiq onajon. Men yo'llarga ko'z tutay mushtoq. Bizni uyga kelmoqda mehmon. Meni sahar uyg'ot onajon. Chiroqlarni yoqib qo'y hozir. Dedilarki bo'lmog'im ayon. Rossiyada shuhratli shoir. Dima, vaqting tugadi. Yana 20 sekund. Ketdik. Ivan Grozniy o'g'lini o'ldirayotgan paytda qaysi rassomniki? Repinnik. To'g'ri. Boshladik. Tizzani to'g'ri tut. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Dima, nega qilyapsan? Taqdir mo'jiza. To'g'ri. Nechinchi simfoniyada? Olg'a. 9-chi. Kichkina Pushkin. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oldinga o't. Qani? Endi o'mbaloq osh. Jadalroq. Yana o'mbaloq osh. Yaxshi, endi ikkinchi mashq. Oy, mana o'qilgan chiroyli. Chalg'ima. Vaqtni bekorga ketkazma. Tegirmon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nafasingni rostla. Bu qanaqasi? Hayronman. Pavlik, Tetiklashganingni sezyapsanmi? ha, sezyapman. Barakalla. Muhimi shunda. Endi balandlikda sakrashga o'tamiz. Balki bugun buni qo'yib turarmiz, ha? Iqlimga Qayerdan moslab olsin. sakrayman? Ana yerdan. Endigina kelgan bo'lsa-ki. Kerak. Katya, bola Chiqaver. qayoqqa chiqyapti? Pavlik, chiqma, tush. Xalal bermang, oyi. Tush. Pavlik chiqaver. Axir yiqilib tushadi. Tayyorlar. Voy. Hoppa. Voy, boyoqish bolani nima qilmoqchisizlar o'zi? Oyi, o'zingizni Voy. bosing. Buni haqiqiy erkak qilib tarbiyalamoqchiman. Pavlik, sen bo'l. Mayib qilib qo'yasan-ku. Tashvishlanmang, oyi. Qizingiz uni haqiqiy erkak qilib tarbiyalamoqchi. Koshki bu qaysar gapga kirsa. Boshladik. Oyoqdan chalaman. Hoppa. Voy, o'lmasam qattiq tushdi-ku bolam. Xalal bermang, navbat senga. Bu Barakalla. qanaqasi, Dima? Katya, endi bas qilgan shu olishuvni yetar. Biz kelishib olgandik-ku. Bir-birimizga xalal bermaymiz deb sen bo'lsang, doim xalaqit berasan. Bolalar. Ichingizda kim eng kattangiz? Ha men. Qani bu yoqqa ketchi. Nimaga? Qo'rqyapsan-a? Nimadan qo'rqaman? Mana bunday qilamiz. Mana buni cho'p emas, pichoqni faraz qil. Tushundingmi? Endi shu pichoqni Pavlikka urasan yo tepadan, yo pastdan. Ixtiyoring. Nimaga? Yolg'onda kamiga go'yo bezorsan. Qani? Hamla qil. Qo'y, bu nima qilganing?
Ha yaxshi, xafa bo'lma. Otgan bo'lsam kechirasan. Mana ko'rdingizmi? Hayotda Pavlik mana shunaqa jasur, qo'rqmas, kuchli, chaqqon bo'lib o'sadi. Bolalar, xohlasanglar sizlarga ham o'rgataman. Bo'ldi. Yura qo'yib talog'im. Yo'q, kerak emas. Xohlamaymiz. Yo'q. Ana, ko'rdingmi, Katya? Hamma sendan hayiqib qochyapti. Hamma yangiliklar Dima. Odamlarni avval cho'chitadi. Voy, qaranglar. Bu qancha narsa pishirib qo'ydi. Ha. Sovumasdan isig'ida yeb ola qolinglar. Bizlar nonushtamiz. Bir stakan suv. Voy. Shu bilan bo'ldimi? Bu qanaqasi tag'in? Bizga shu yetadi. Dima, bu yoqqa kel. Tushuna olmay qoldim. Yurib bo'ladimi oshdan och? Odamlar ertalab ortiqcha kuch sarf qilishadi yegan ovqatlarni hazm qilish uchun. Bekor gap. Qani olchi mana undan. Bo'li yeb ola qol. Bittagina ye qol. O'sha onangdan o'rgildim. Yeb ola qol, issiqqina. Ye qol bu talog'im. Endi sut quyib beraman. Qani berroqki. Hoppa. Mazali. Yangi sog'ilgan sut. Keyin chiqib o'yna. Necha minut o'ynasam bo'ladi? Voy o'lay, bu qanaqa turmush bo'ldi. Tushga ovqatgacha o'yna. Tushga ovqatgachami? Qada, xohlasang kechgacha o'yna. Rahmat. Pavlik bilan 20 minut emas, 30 minut shug'ullanishni taklif qilaman. Mayli, sen aytgancha bo'lsin. Tinchlikmi, Varvara Petrovna? Nima deysiz, oyi? Mana Dima, seni nonushtang bir stakan dog' suv. Yo, Varvara Petrovna, quruq suv bilan qutula olmaysiz. Nima pishirgan bo'lsangiz, hammasini Men yeyman. bo'lsa, xo'roz qichqirmasdan turib, quymoq pishiribman. Polizdan yangi pomidorlarni uzib chiqibman, karsillagan bodringlarni. Qayerga o'tiray? Qayerga o'tirgin kelsa o'tir. O, bunaqada meni erkak orasiz. Mana issiqqina kartishka, qaymoq, kashnich. O'tir. Bilasanmi, ko'pda o'ynash vaqti yerga sovurish. Lekin men o'ynagim kelyapti. Ma, o'ynayqa. Rahmat. Ko'pda o'ynashni bilmas ekansan, kim o'rgataman? Qanaqa o'ynash kerak, mayli o'rgat. Mana qara, op. Voy, o'zing qilib berding. O'zim o'ynasam maylimi? Mayli. Pavlik, Pavlushka. Oy, Pavlik. Pavlik qani? Pavlik qani? O'ynab ketdi. Bolani nega chiqarib yubordingiz? O'ynab ketadiganingiz nima? U bilan shug'ullanishim kerak edi-ku. Endi nima qilaman? Tinch qo'ysanglarchi bolani. Qo'yinglar yeyrasin. Ammo lekin seni 30 minutlik hisobidan o'ynaydi, bilib qo'y. Ammo men mashg'ulotni uni topganimizdan keyin boshlayman. Pavlik! Pavlik! Tug'ilgan kunimda o'shda shunaqa ko'kda sovg'a qilishgan. Xohlasang ola qol buni. O'z-o'zimga-ya? Ha, o'z-o'zingga. Rahmat. Pavlik! Pavlusha! Pavlik! Pavlik! Pavlik!
Professor roli judayam katta bo'lar ekan. Oting nima bolakay? Siznikichi? Grisha tog'a. Meniki Pavlik. Nimaga chekasiz? Nikotin zahar. 2 tomchisi filni o'ldiradi, 1 tomchisi otdi. Joyingga borib o'tir, Pavlik. Bolakay, sen kim bilan ketyapsan? Shofyor Grisha tog'a bilan. Ha, oynani yopib qolay, shamollab qolmaylik tag'in. Yelvizaydan qo'rqmayman. Aytgancha, siz buvijon chiniqishingiz kerak. Har kuni dushga tushing. Sovuq, issiq, issiq, sovuq. Tushundingizmi? Ha, lekin baribir oynani yopib qo'ysak bexavotirroq. Pavlik yemadimi? Yo'q. Bizni qo'rqitish uchun bekinib olgandir. Hammasi joyini o'zgarishidan ustiga ustak, bu jonimizni ta'siri. Birovlar daraparaga chiqib olmadimgina. Pavlik! Pavlik! Pavlusha. Voy, shu, hey. Qayoqqa ketib qoldik ekan? Pavlik! Pavlik. Pavlusha! Я знаю, что нужно с утра умыться и сделать зарядку. Я знаю, что с детства пора себя приучать к распорядку. Автобус волшебный, автобус чудесный, лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно. Хочу бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так, с ребятами играть просто так, по лужам босиком просто так, и эту песню петь просто так, просто так, просто так. Я знаю, что самбо владеть полезно любому мальчишке. Я знаю, полезно уметь усваивать толстые книжки. Автобус волшебный, автобус чудесный, лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно, хоть раз бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так, с ребятами играть просто так, по лужам босиком просто так, и эту песню петь, и эту песню петь, и эту песню петь просто так, просто так, просто Axir bu так. mengami? Tug'ilgan kunimga shundaymi? Ha? Ko'rsata qo'y. Kechqurun ko'rasan. Voy, kech Sen ham qolyapsan. kech qolding. Xayr. Xo'p, xayr. Kechqurun ko'rishamiz. Siz nimaga sakrayapsiz? Mashq qilyapman. Ko'chada-ya? Meni har minutim o'lcholi. O'zingiz qayoqqa ketyapsiz? Menmi? Ishlarim bor. Qayoqqa ketyapsan? Aylanib yuribman. Voy. Bu qanaqasi? Siz bolasanga. Xudo bir asradi-ya. Agar bolani ko'chada eplab yura olmasang, uyingda olib o'tir. Gunoh o'zimda. O'zim aybdorman. Nima? Xayolim parishon bo'lib qoldi. Nimang parishon? Xayolim. Voy. Ko'chada yurganda xayolni to'plab yurish kerak hamisha. Zo'r-a? Baribir sayrga chiqqanda bolani qo'ldan ushlab yurish kerak. Hozirgi zamonda bolalarni qo'yib yuborib bo'ladimi axir? Ona degan bundoq bolaga qaraydi-da. Shu ham ona bo'ldimi? Ehtimol bu opangdir. Ha, to'g'ri opam bo'ladi. Unga hech kim emasman, o'lay agar. Nega yolg'on gapiryapsan? O'zim ham birinchi marta ko'rib turibman. Ha? Ana ko'rdinglarmi? Qiz bechora jasurlik qilsa-yu, sizlar dag'dag'a qilyapsizlar. Men dag'dag'a qildimmi? Siz? O'zingiz birinchi bo'lib ovulladingiz-ku. Men bo'billadimmi? Hammadan oldin dag'dag'a qilgan o'zingiz-ku.
Kichigisi shakagini o'chiray, qulog'ini qomatga keltirdi. Kuchugimga yoqmadingiz. Oting nima? Pavlik, siznikichi? Meniki Sveta. Adashib qolganga o'xshaysan. Yo'q, Yo'q, oying qani bo'lmasa? o'zingiz oyingizchi. Seni qara-yu. Hazilni qo'y. Ota-oning qayerda? Aytmayman. Aytmasang aytma. Gaz suv ichasanmi? Ichaman. Yur bo'lmasa. Ketdik. Bilasanmi, Pavlik, sen bilan yurishga vaqtim yo'q. Xafa bo'lma, xo'pmi? Bola degan ko'chama-ko'cha yolg'iz yurmaydi. Suvni ichib bo'lsang, men seni uyingga olib borib qo'yaman, kelishdiga. Ich. Qayerda turasizlar? Ha, yaxshi. Men o'lgurniga ruxsat beraman. Katerina, bas qil shu mashqingni. Men uni shu yerda o'ynaydi deb o'ylabman, shu atrofda. Bo'pti, siqilavermang. Tomiringiz urishi ham 120 ga chiqqandir, bu zarar. Butun tanangizni bo'sh tuting. Chuqur nafas oling. Endi sekin nafas chiqaring. Xo'sh. Qaramagan joyim qolmadi, hech qayerda yo'q. Topiladi. Uni mustaqil, jasur qilib o'stirganman, xavotir olmanglar. Voy, Qaytaga qiziq, uni begona joyga qanday moslashishini ko'rish. Kamchatkada qizish kechqurunlari bolani qorong'u o'rmonga olib kirib yuradi. nimaga qorong'iga olib kiradi? Hech nimadan qo'rqmasligi uchun. Ko'rdingizmi? Odamlarning tishini sug'uraverib, bag'ri tosh bo'lib ketgansan, senda mutlaqo onalik hissiyoti yo'q. Bolalarni Dmitriy Konstantinovich yangi usullar bilan tarbiyalash lozim, hissiyotlar bilan emas. Sen onamas, o'ta ketgan zolimsan. Gapini qarang. Qahri qattiq uni. 5 yil deganda endi olib keluvdilaringga nevaramni bundan ko'ra kelmaganinglar ma'qul edi. Pavlikni topaman-u, sizlarga bermayman. Bilasiz, Moya asabiylashmasligi uchun men xotirjamman. Hammasi joyida deb ichingizda qaytaravering. Sen ham Demir shunday qilsang yomon bo'lmaydi. Qanaqasan? O'zing tursang o'rningdan. Marojneni tez yeb bo'lmaydi. Tomog'ing og'rib qoladi. Qaysi eshik sizlarniki? Ana. Salom. Salom, keling. Mana bolangizni qabul qilib oling. Kim bu? Tanimayman. Qanaqa bola bu? Nega odam aldaysan? Bilasizmi, o'sha yerda turaman dedi. Shuning uchun siznikiga olib keluvdim. Ha, unda uni militsiyaga olib borish kerak, bolalar xonasiga. Hamma shunday qiladi. Bizni telefondan qo'ng'iroq qilib adresini bilib olingda, olib borib topshiring. U yerda ota-onalar darrov topa olishadi. Voy, to'xta, to'xta, to'xta. Liftdan oldi tushibsiz-a? Ha-da. Qani bu yoqqa kechi, sen bilan jiddiy gaplashib olaylik. Bu qanaqa qiliq bo'ldi? Nimaga meni boshimni qotiryapsan? Qayerda turasan? Hayajonlanish zararli, asabiylashish kerak emas. Nima? Qani tomiringizni ko'ring. Tomiringiz tezlashgan, mushaklarni bo'shashtiring. Ana, bo'shashtirdim. Barakalla. Endi meni gapimni ichingizda qaytaring. Jahldan tushdim, xotirjamman deb. Labingizni qimirlatish shart emas. O'zimni yaxshi his qilyapman. Hayajonlanmayapman, butunlay xotirjamman deng. Qara, xotirjam bo'lib qoldim rostdan. Shunaqada, juda foydali avtodagi mashqlari deyiladi buni. Qayoqdan bilasan shunaqa gaplarni? Menga oyim o'rgatgan. Jahlim chiqsa, mushaklarimni bo'shashtirib, xohlagan holatimga tushib olaman. Yur endi. Qayerqa? Mushaklaringni bo'shashtir. O'zimni yaxshi sezyapman. Militsiyani bolalar xonasiga borishni xohlayman deb takrorla. Xohlamayapman-da. Shunday qilishim zarur deb o'zingni ishontir. Ha, odamlar oyisining gapiga kirish kerakmi? Albatta-da. Demak, meni oyim ham o'zini oyisining gapiga kirish kerak. Bo'lmasa-chi? Bundan chiqdi buvimni aytganini qilish kerak ekanda oyim. Ha, nimaga bunaqa deb so'rayapsan? Nimaga desangiz, buvimlar menga kechgacha o'ynayver deb ruxsat berganlar. Yuring birga o'ynaymiz. Meni vaqtim yo'q, lekin seni yolg'iz tashlab keta olmayman.
Voy, 12 soat. Ha. Qayoqqa? Biz har kuni oyim bilan oyog'imizni osmondan turamiz. Soat 12 da. Keling siz ham turing. Nima keragi bor bunda, Pavlik? Nima bo'lgan bu bolaga? Bu yo'qlar mashqi. To'g'ri, bu holat sershana deyiladi. Qon miyaga quyilib, yurak dam oladi. Qanaqa kasalingiz bo'lsa tuzalasiz. Agar meni kasalim bo'lmasa-chi? Siz kasalsiz. Shoshma. Tushuntirib bersin. Siz amaki semizsiz. Semiz odam kasal bo'ladi. Siz albatta o'zingiz ovqatdan tiying. Hamma akademik Amosovga o'xshab loqillab yuguring. Apla. Pavlik, oying seni yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radilar. Dadang ham yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radilar. Sen ham ularni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Unaqa bo'lsa, nimaga uyingga borging kelmayapti? Yana biroz shunday yurgim kelyapti. Kechqurungacha. Qara-ya. Hech narsaga tushunmayapman. Qani, tushuntirib berchi. Ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rmadik. Agar bular ko'rishmagan bo'lsa, Varvara Petrovna, demak navarangiz bugun bu yerga kelmagan. Agar shu atrofda ko'rinib qolsa, darrov uyga olib bor. Xo'p, ko'rib qolsam albatta olib boraman. Xotirjam bo'ling. Varvara Petrovna, Pavlik tug'ilmasdan unga atab kitoblar, plastinkalar, suratlarning namunalari, xullas, dunyo madaniyatining barcha xazinalarini to'plab qo'ygandim. Kichkina bolaga. Fanning isbotlashicha inson umrining avvalgi 5-6 yilida beqiyos darajada iste'dodli bo'ladi. Hatto tasavvur qila olmaysiz, jajji odamcha bu davrda qancha bilim olishi mumkinligini. Agar chida olmasa-chi. Aytayapman-ku, inson miyasining hajmi 1 yoshdan 6 yoshgacha 22 barobar o'sadi. Keyin tamom. To'xta, nafasimni rostla olay. Voy. Yo'q. Butunlay tamom emas, lekin asosan. Tushunasizmi? Keyin unga nima desam ekan, sayqal beriladi. Tirram. Mozart simfoniya yozgan 6 yoshida. Pushkin o'zingiz bilasiz, bolaligida she'r yozgan. Nimasini aytay? Mana meni olaylik. Hamma qatori oddiy odamman. Lekin nima, qachon, qayerda viktorinalarda hamisha g'olib chiqaman. Nimaga? Sababi o'z ustimda ishlayman. Kachaning fikri yodi esa mushaklarni baquvvat qilish, jangovar xarakter yaratishda. Nahotki hayotda eng muhimi kuch hisoblansa? Axir atrofimizni bezorlar o'rab olmagan-ku. Hayron bo'lib qoldim. Bu ahvolda bola yo molparast bo'lib o'sadi, yo o'ta ketgan qaroqchi bo'ladi. Juda oshir vording. Meni Katyaman bolalikdan birinchi bo'lib kelgan, 100 metrga yugurishda ham, suzishda ham hech kim unga yeta olmagan. Lekin qaroqchi bo'lgani yo'q. Men sportga qarshi emasman, lekin hamma narsani ham chegarasi bo'lish kerak. Ammo undan tashqari tasviriy san'at, muzika, she'riyat ham bor. Xuddi royal chaladiganday gapirasan. Buni nima ahamiyati bor? Varvara Petrovna, juda yaxshi tushunaman Katya qayerdan ilhom olganligini. Qadimgilar avval idish yasash kerak, keyin o'sha idishni to'ldirish kerak deb aytishgan. Lekin qanaqa idishligiga ham bog'liq. Kim bilsin, balki munosib emasdirman Katyaga. Hech gapinglar bir-biriga qo'shmas ekan, Zima. Kelishib yashasalaring bo'ladi-ku. Ko'nglim sezib turibdi, allaqachon uyga kelib bo'lgan o'g'ling yur. Bizni kutib o'tirgandir, sog'inib qolgandir. Qayerda yo'qotib qo'yding ota-onangni? Ular meni yo'qotib qo'ydi. Nima? Ey, qayoqqa? Yo'q, Vasiliy Sergeyevich, bunaqasi ketmaydi. Ruxsat eting, raport yozaman. Hamma kursdoshlarim o'z o'rnini topgan. Biri OBXda, ikkinchisi jinoyat qidiruv bo'limida. GAIda yolg'izgina men bu yerda o'tiribman. Meni bo'shating. Yo'qolgan bolalar prezident deyiladimi yo yo'qotilganmi? Kalasini joyiga qo'yib qo'y. Borib o'yna. Balki yordamchingiz otpuskadan oldinroq chaqirib olarsiz. Yo'qolganmi, yo'qotilganmi? Yo'qolgan. To'g'ri. Kallang ishlaydi, mlatchiligini. O'tgan kvartal mobaynida yo'qolgan bolalar protsenti yaxshi. Qani, savollarimga to'g'ri javob ber. Demak, sen Makar Glazovsan. Yo'q. Nega yo'q? Makarushkaman. Bo'lmasa aytchi Makarushka, ota-onangni qayerda yo'qotib qo'yding? Ular meni yo'qotib qo'ydi. Salom. Salom. Andrey, yangi bolani qabul qilib ol. Mana biz keldik. Yaxshimisiz? Nima ish qilib qo'ydi u? Mana bunisi telefon trubkasini uzib olgan. Yo'q deydi tag'in. Senchi, oynangizni sindirib qo'ydim? Nega bunaqa gaplashasiz? Bola yo'qolib qolgan. Kechirasiz. Arzim. Menga buvim kechqurungacha yo'qolishga ruxsat bergan. Nega endi yo'qolishga ruxsat beradilar? Mana shunaqa hangoma. Xo'p, xayr bo'lmasa. Sveta. Qoldirmay meni bu yerda. Yo'q, seni bu yerdan topib olishlari oson bo'ladi. Meni televideniyega borishim kerak, xo'pmi? Senga telefon qilaman. Necha nomeringlar? Hozir. Bilasizmi?
2992547. Menga telefon qilsangiz chaqirib beraman. Yaxshi. Voy, ismingiz Mladший leytenant Nikitin. To'g'rirog'i Andrey. Sveta. Xursandman. Pavlik, shunday qilish kerak deb o'zingni ishontir. Xayr. Xayr. Qo'ng'iroq qiling. Qayerdan topdingiz? O'zingiz kimsiz deb so'ramading-ku. Hammasini bilib olish kerak edi. Kechirasiz. Qoida shunaqa. Qani bu yoqqa ketchi. O'tir. Oting nima? Sveta aytdi-ku. Ha, Pavlik eding, familiyangchi? Esimda yo'q. Katta bolani gapini-chi, qayerda turasan? O'zingiz aytingchi menga. Mana u qaysi asardan? Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-tam nimasi? Taqdir mavzui Beethoven. Qachon tug'ilgan Pushkin? 1799. To'g'ri. Turk marshini kim yozgan? Menga qara. Kimni so'roq qilyapti o'zi? Imtihon qilyaptimi bu? Qayerda turasan? Aytmayman. Daray bormi? Sizdan yashirib o'tirmayman, Varvara Petrovna. Hech qayerda yo'q. Hech qayerda yo'q. Katerinani oldi vahima qilmaylik. Qo'rqib ketmasin. Hammani oyoqqa turg'azdim. Ko'pchilik bo'lib qidiramiz. Katya, ishini yig'ishtir. Hammani oyoqqa turg'azdim, qo'limdan kelgancha. Bo'laqa. Bo'laqa. Dima gaplashibdi, yordam beramiz deyishibdi. Hojat yo'q edi. Voy, Nima? nega hojati bo'lmas ekan? Nimaga? 5 soatdan beri yo'g'a bemalol o'tirishingni qara. Bo'ldi, kuyib pishavermay. Voy, sho'rginam qursin, bu nima deyapti o'zi? Voy, Katyusha, tishimni ko'rib qo'ymaysan. Juda yomon og'riyapti. O'g'limiz yo'qotib, qon bobolarimiz o'zi. Kechirasiz. Voy, meni xabarim yo'q. Kechirasizlar. Ko'rib qo'yaman. Keling, Vali xola. Ko'rdingmi, buni yuragi tosh. O'tiring. Mayli, boshqa vaqt kelarman. Hech qisi yo'q. Pavlini qorni ochsa o'zi keladi. Katya! Hadi vahima qilavermay, bir pas jim tur. Kechirasiz. Nima? Ke, xotirjam gaplashaylik. Xotirjamman. Endi tushundim. Senda onalik mehridan asar ham yo'q ekan. Farzandimizni majruh qilib qo'yishini xohlamayman. Pavlikni majruh qilayotgan sen. Ajrashamiz. Ajrashasan? Shunaqami hali? Hoziroq ketaman. O'g'limni ham olib ketaman. Hechamdi. Kim bilan qolishni Pavlushani o'zi hal qiladi. Qidirging ham kelmayapti-yu. Tamam. Varvara Petrovna, oyi, ketdik. Vali xola, hozir-chi? Voy, tavba. Voy. Hozir. Mayli, o'zimiz ham topamiz. Topamiz. Boshqarmay ketdim. 20 minutda qaytaman. Ana mashinani bu yoqqa ber. Qo'paylik qilma, men sen bu usullarni bilaman. Seni Men qani ko'rsatchi. Qo'yli. Yana bir ko'rsat. boyadan chalish deyiladi. Mana bunisi boshdan oshirish. Zo'r ekansan-ku. Menga ham o'rgat. Mayli. Men hozir uni yiqitib qo'yaman. Bildirmasdan. Makarushka, yiqitib qo'yaman. Voy tavba. Nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Yo'qolib qoldinglar. Kattaroq biror odam bormi bu yerda? Kim bor? Fatanyada bir pas kuchtirib. Salom, Makarushkani ota-onasi. Bo'lmasa kimmiz? Juda yaxshi. 1 minut sabr qiling, mana bu yerga. Poyezddan kech qolyapmiz. Shoshmang, mana buni to'ldirish kerak. O'rtoq Glasov, to'xtang. Top qayerda edi-ya? Ha, mana. Hammasini qonun qoidasi bilan qilmasak bo'lmaydi. Mana ruchka, imzo cheking, iltimos. Shoshib turibmiz. Axir bu 1 minutlik ish-ku. Pavlikka boraman. Axir ketishimiz kerak. Iltimos, imzo cheking. Qayerga, nimaga? Bolalaringiz uchun. Pavlikni yiqitaman. Voy boring, Pavlikka boraman. Bo'ldimi? Hamma narsa oldinglarmi? Ketdik. Amaki, Nima deysan? ana televideniya. Yo'q, televideniya mana bu. Rahmat.
Hop bolakay, yoqqa kelchi. Bu yerda nima qilibsan? Ana amaki bilan kelyapman. Qani yugur, yetib ol bo'lmasa. Rahmat. Amaki. Voy, siz opam Svetani studentkani ko'rmadingiz? Bugun studentlarning ovozi yozib olinyapti, lekin qayerda bilmayman. Mayli, topib olaman. Shu o'tgan mozda Nima dedingiz? Shu o'tgan mozda. Hayajonlanmang. Hozir faqat repetitsiya qilyapmiz. Mana shuning uchun boshdan qaytaring qani. O'tgan yoz bizni otryad, qurilish otryadimiz, biofak studentlari bitta yaxshi Cho'chqaxona qurdik. Otaliqdagi korxonada 6 marta konsert berdik. 7 marta. Ha, 7 marta. Va bitta qo'shiq ham to'qidik. Balki aytib berarsiz o'sha qo'shiqni. Kelishgandik-ku. Kelishganimizda gapirish hojat yo'q. Qo'shiqni aytib beringlar. Mayli. Tushunarlimi? Qani, marhamat. Mayli. Это пряным, перином, море вы. Ey bola, nima qilibsan? Nima? Svetani oldiga keldim. Bu ana qo'shiq aytdi. Я пришел, и кеды скинул, и прикрыл рубахой спину. Sveta, Repetitsiya ketyapti. Kechirasiz hozir. Ana bolani tinchitib kelay. Hozir kelaman. Qanaqa qilib topib kelding? telefon qilaman deb va'da qiluvdingiz qilmadi. Voy, isquvare. Mana skameykada o'tirib tur. Kelishib olaylik. Sen meni shu yerda kutib turasan, hech qayerga ketib qolmaysan. So'z berasanmi? Qizlar, yana 5 minut mashq qilib turinglar, keyin pavilyonga chiqamiz. Qo'rqib ketyapman. Televizorda birinchi marta chiqishim. Nimasini aytasiz? Yestigneyev qani? Yevgeniy Aleksandrovich. Qulog'im sizda. Kechirasiz, Yevgeniy Aleksandrovich. Rejissor yana biroz kutib tursinlar deyapti. Ilojim yo'q. 1 soatdan keyin teatrda repetitsiyam bor. Syomkani hozir 1 minutdan keyin boshlaymiz. Bilamiz, 1 minut ilani. Keling, o'tiring. Minnatdorman. Voy, validolmi bu? Marhamat. Bitta tabletka bersangiz. Menga ham. Nima qilyapsizlar? Dori ichyapmiz. Qo'rquvdan. Asabdan. Hamma dori qoni zarar. Shunaqami? Aytingchi, sizni yuragingiz 1 sutkada qancha qonni haydaydi? Menikimi? Ha, sizniki. Meni fikrimcha qancha? 5 tonna. Oo. Hamma asablaringizni o'chi mana bu yerda tutashadi. Qayerda? Diafragmada. Oo. Kishi qo'rqqanda diafragma mana bu yergacha ko'tariladi. Oqibatda yurakning ishiga xalal beradi. Qiziq. Bo'lmasa nima qilish kerak? Turing. Turdim. Ko'zoynagingizni olib qo'ying. Oldim. Asta-sekin burundan nafas olamiz. Kimki qo'rqayotgan bo'lsa, biz bilan mashq qilishi mumkin. Obda seni. Asta-sekin qorinni havoga to'ldiramiz. Sekin-asta havoni chiqaramiz. Qaytaring. Qani? Yo, tavba, og'rimay qoldi. O'tib ketdi. Juda yaxshi, qoyil. Qayoqqa ketib qoldi? Mana ekan. Nima qilib yuribsan? Bu yoqqa yur. Militsiyaga bormayman. Kutishyapti Qayoqqa olib ketyapsizlar? Svetani kutyapman. Qanaqa Sveta? Hozir ekranga efirga chiqish kerak. Artist ekan. Uni bilganni kattalar bilmaydi. Kichkinagina-yu, miyasini o'tkirligini. 21-asr bolasida akseleratsiya oqibati. Yevgeniy Aleksandrovich, yana 1 minut. 1 minut ham rezinkada cho'zilib ketdi. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура! She'r yodingdami? Ha, juda ko'p she'r yodlaganman. Sekin ko'p kerak emas, bittasini aytasan. Rejissor ukam repetitsiya qilganlaringni. Shoshilmagin. Xo'p bo'ladi. С утра я рад, чего-то жду.
Ура, ура! Я в цирке иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура! Birodarlar, Я men иду в sirkka цирк. boraman. Yo'qyaptimi? Bo'ldi. Bas qilinglar. Kirishib ketishdi. Nima qildik endi? Bolalar, mana bu qutida shunaqayam mazali kasha bor ekanki, sovib qolmasdan darrov kelib yeb ola qolinglar. Qani, chaqqon. Tezroq kela qolinglar. Afanasiy millama bo'la qol. Hoppa. Yaxshi, ayiq polvonlarni kuchaytirib berishdi. Operatorlarga rahmat. Ko'rding? Akang qarag'ayni. Nima bo'pti? Bizga ham shunaqa sehrli quti bersa, poplavorardik. Kerilishuncha. Shunaqami? Marhamat. Kelin pashshani, balerinani qutiga taklif qilinglar. Keyin bolalarni ham tayyorlanglar. Bo'ldi, tayyorman. Qani? Pavilonimiz atrofida yurganlardan birontasini bu yerga chaqiringlar. Hozir. Mana pavilyon atrofida shu bola yurgan ekan. Ismi Kostik. Rahmat. Kostik emasman. Pavlikman. Qani, Kostik, Pavlik, kulgili bironta she'r aytib ber. O'sha aytgan she'ringdagi narsa to'satdan qutidan chiqib qolsin. Ha? Qani, ayta qol, ayt. Bo'zinchi kutyapmiz. Pashsha. Pashsha, kelin poshsha. Pashsha, kelin pashsha. Pashsha. Shekspir. Gamlet monologi. Tirik qolmoq yo o'lmoq shudir masala. Qaysi biri bulardan bizga munosib? Shu dilozor falakning taqdirlariga shikoyatsiz, shikvasiz chidab turmoqmi, yo'qsa unga rad badal berib qo'zg'almoq, qurol olib yo yengmoq, yo mahv bo'lmoqmi? O'lish, unutilish, masala tamom. Tanimizga o'ralgan ming tashvishni zanjirin ilolabad uzadi o'lim. Zotan dilni azamat armoni shu-ku, o'lmoq. G'aflat uyqusida uxlamoq demak, tushlar. Qanday tushlar u? Tushlar emish-a? Hozir inglizcha o'qiyman, xuddi shu monologni. To be or not to be, there is a question. Pavlik! Dada, keling qarashvaring. Pavlik, ketyapman. Assalom. Qo'ying yordamlasha qol. Voy. Narsalarni stolga qo'yib turmaysiz? Keling, men olib kela qolay. Tez kelin. That is not a Voy, human shundaki. This is the rules of operations coaches. Nima qildi? Mazangiz qochdimi? Yo'q. Voy. Pavlik. Uni ovozi. Qani? Ana u yoqda. The rules. Qayerdasan, Pavlushenka? Oyi, bu yoqqa. Ana. Ko'rib qo'ying, Pavlik tirik. Soppa-sop. Bekorga vaqt qilmaymiz. Qanaqasiga nima qilib yuribdi u yoqda? Hayronman. Take them again over this breaker. Today to sleep. Bola bechorani talaffuzi yomon ekan. Tinchlikmi o'zi? Meni o'g'lim. Aniqrog'i meni o'g'lim. Kechirasizlar, sizlarni o'g'linglar ekanini bilmabman. Hech qisi yo'q, tuzatsa bo'ladi talaffuzini. Siz shunaqa zo'r bilasizmi inglizchani? Biladi, 3 yil ishlab kelgan Londonda. Kechirasiz. Excuse me. Tamom, vassalom. Qolganini dadam bilan hali yotaganimiz yo'q. Tushunarli. Inglizchani dadang o'rgatgan, shundaymi? Ha, menga dadam ko'p narsani o'rgatgan. Matematikani, botanikani, arxitekturani, yana rassomlik tarixini. Shularning hammasiga qiziqasanmi? Dadam qiziqarli deydilar-ku. Dadang juda zo'r ekan. Oy, nimani o'rgatadi? Menga oyim yo'qlar uslubini o'rgatadilar, muvozanatli ilmiy ovqatlanish tartibini, och qolib umrni uzaytirishni. Ko'rsatuv o'zgarib ketdi-ku. Chatoq bo'lmasmi bunaqada? Nima qildik? Ya'ni tanamizdagi ortiqcha narsalarni yo'qotamiz. Xuddi akademik Mikulinday. Mana unday. Ham lo'killab yuguramiz, akademik Amosovday.
Ammosim. Mana bunaqa? Ammosim. Ammosim. Onang ham juda zo'r ekan. Barakalla o'g'lan. Ha? Shuncha narsa og'irlik qilmaydimi? Oyim og'irlik qilmaydi dedilar. Tavba. G'aroyib bola ekan. Ko'zing zo'r bola chiqdi-yu, ha? Uni oti Pavlik, lekin o'zingni ortiqcha charchatib qo'yma, Pavlik. Eng yaxshi ko'rsatuvlardan biri bo'ldi. Hammaga rahmat. U dedi-yu, orqangizdan jo'nab qoldi. Qanaqa qilib jo'nab qoladi? Sekingina oyog'i uchida. Andrey, seni so'rashyapti. Nikitin eshitadi. O, sizmisiz Sveta? Tanidim albatta. Men qachon ketaman? Dadang kelsin, keyin ketasan. Shunaqami? Uni ko'chama-ko'cha qidirib yuribman. Meni aybim bilan chiqib ketibdi. Hamma qorovullarni oyoqqa turg'izdim. Hozir yetib boraman. Hech qayerga chiqarmasin. Yoningizdan bir qadam ham jildirmang. Yaxshi. Ko'chani narki yuzidagi do'konimnikiga olib borib qo'yaman. Yozib oling adresini. Yaxshi ham sizlar kelib qolgan ekansizlar. Yurib bo'lmasa yana qayerlarni qidirib yurardik. Tushunaman. Har holda yaxshi bo'lmadi. Endi kelib joylashuvdinglar. Keling, yordamlashib olaylik. Hech qisi yo'q, tashvishlanmang. G'alati stolchi ekan. Stolchalar. Yordam bersak beribmizda. Chet joy. Qayerdan ham mashina topasizlar? Azim buni qo'yib oling. Yaxshi. Keling, ko'tarishib olaylik. Rahmat, o'zim. Og'ir ekan. Hammamiz mashinaga sig'masmiz-ku, Katya. Nima? Sen albatta bormasang kerak. Yo'q, nega boraman? Seni bormaganing durust. Ostin-ustin qilib yuborishing mumkin Moskvani. Ruxsat eting. Hammamiz sig'amiz. Bittasini tug'ilgan kunida bemalol 10 ta odam o'tirganda Keyin tortishasizlar, yo'l uzoq bora qolaylik. O'tiringlar mashinaga. Bo'ldi, ketdikmi? Ha. balki oldinda o'tirishni xohlarsiz. Rahmat. Jo'ndirdim. Buni qara-ya, hamma fanlarni bilar ekansan. Men bo'lsam birgina biologiyani ham ko'nglimdagidek o'rgana olmayman. Kichkinaligingizda vaqtingizni behuda o'tkazgan bo'lsangiz kerak. Nega endi? Maktab yoshigacha hammasini o'rganib olish kerak edi. Keyin maktabda nima qilarding? Maktabda o'ynab yurardingiz. Voy, qizlar qarang. Qo'y bola, menga qara. Hozir televizorda chiqqan bola sen emasmiding? Ha, shu. Dastxatingni ber. Menga. Unaqa narsa yo'q. Esdalik uchun imzoyini qo'yib berdim-moqchi. Endi sen Mittivoy Zangor ekran yuldizisan. Familiyangni yoz. Keyin menga ham. Hozir. Pavlik. Familiyangchi? Ha, familiyangchi. Familiyani yozish kerak. Dastxatda familiya yoziladi. Yoza qol, nima qildi endi? Vaqtimiz yo'q, kechirasizlar. Kechirasizlar, vaqtimiz yo'q. Mayli. Pavlik, ana u bulutlarning chiroyliligini qara. Mo'jiza-ya. Bulutlar suv bug'larini yig'indisidan tashkil topadi, ya'ni suv kondensati. Yelkanli kemani o'zi-ku. Suv kondensatimiz yaxshilab qara. Qara. Qaragin, oppoq paxtaday. Oppoq yelkanga o'xshaydi, orqasida roli ham. To'g'ri. Ana onasi tashvaqa bilan chozib turibdi. Ana onasi baliq. Qani? Uni qarang, dumli. Hay. Bo'ldi, ketdik. Yo'q, yana bir pasgina pul tomosha qilaylik. Jondirdim-u Pavlik, lekin vaqtim yo'q. Bilasanmi? Agar boshqa bola yo'qolib qolsa, yig'laverib hammani qunab qilgan bo'lardi. G'alati bola ekan. Bir ko'rsam edi ota-onasini qanaqaligini. Salom, Filcha. Salom, Pavlik. Zerikib qolmading, Pavlik? Suratlarni ko'rib o'tir. Filcha, birga ko'ramiz. Hayya, Marina. Sen baribir biologiyani o'rgana olmaysan. Nimaga, Sveta? Foydasi yo'q. Tushuntirib ber, Pavlik. Bolalarga nisbatan kattalarni miyasi sizroq ishlar ekan. 7 yoshgacha bilim olmadimi, yog'ini foydasi yo'q. Odam 7 yoshgacha bo'lgan davrida 100 barobar zehnli bo'lar ekan kattalarga qaraganda. Sen shu gaplarni professorlarga aytgin. Eshitib qo'yishsin. Hadeb so'rayverib bizni qiynashmasin. Mayli, aytaman. O'sha professorlar shu yerga kelishadimi? Alomatsanmi? Qiziq, ota-onalarni maktabda darsga qo'yisharmikan? Menimcha qo'yishmaydi. Nima qilishadi darsda? Yaxshi ekan.
Pavlik, menga qara. Dadang bilan oying ko'p qiynab yuborishdimi seni? O'z holingcha o'ynaging keldimi? Pavlik. Vaqtim bo'lib qopti. Sveta, juda qiynavordimmi sizni? Qo'ysenchi, Pavlik. Aksincha yaxshi ko'rib qoldim seni. Faqat bilasanmi, bugun shunaqa ishim ko'pki, asti qo'yaver. Buni ustiga seni uchratib qoldim. Televideniyega zo'rg'a o'lgirdim. Endi basseynga mashqqa borishim kerak. Xo'p, xayr. Mitti polvon. Sveta, shoshmang. Nima? Meni ham olib keting. Hech ham xalaqit bermayman. Qo'ygim kelmayapti. Yo'q, men bilan ketib qolsang seni qayerdan qidirishadi? Dadang bilan oyingni o'ylagina kuyib tomon bo'lishgandir. Seni topolmay yig'lab o'tirishgandir. Xafa bo'lma, Pavlusha. Bir kun emas, bir kun albatta uchrashamiz. Nima bo'ldi? Shunaqa yaxshi bola ham xafa bo'ladimi? Bolani o'ziniki qolmoqchimisan? Berib bo'pma. Sen bilan 7 yil qanaqa qilib yashagan ekanman, ha? Hayronman. Sendaqalarga essiz oila. Azamatlaring. Katta odamlar. Bolani bir mutahamga berib o'tiribsizlar, ha? Rit Semyonni bu kishiga yana o'zingiz tushuntiring. Jonim bilan. Hozir bandmiz, keyinroq telefon qiling. Sizning o'g'lingiz muvaffaqiyat bilan qatnashgan ko'rsatuvdan keyin telefon ustiga telefon, pensionerlar, kolxozchilar. Rit Semyonni. Yaxshi. O'g'lingizni bir qiz qidirib keldi, yoshi 20larda. Bola uni bo'yniga osilib oldi-da, opam bo'ladi dedi. Keyin yetaklashib chiqib ketishdi. Xo'sh, qayoqqa ketishdi? Axir uni opasi yo'q-ku. Nimalar deyapsiz o'zi? 1 minut. Qovlashni bas qilib asabga dam beraylik. Keyin birgalikda o'ylashaylik. To'g'ri, jahon voqea bo'ldi, lekin pul ishlash niyatida bolalarni o'g'irlash bizda yo'q, asosan u yoqda bo'ladi, g'arbda. Topdim. Mana telefonda gaplashdim. Topdim. Shahar bo'yicha navbatchi militsiyani adresini berdi. Hozir bolani o'sha yoqqa borishadi. Ana, qayoqqa ketardi? Xayr. Shoshmang. O'g'lingiz ajoyib bola ekan. Shu bola ishtirokida ikkinchi ko'rsatuv uyushtirsamchi? Nima deysizlar, ha? O'g'lingiz Pavlikni son-sanoqsiz teletomoshabinlar olqishlaydilar. Sizlar ham bu ko'rsatuvning asosiy qatnashchilari bo'lasizlar. Ha, otasi, onasi. Demak, butun bir oila bo'lib chiqasizlar. Rit Semyonna? Iltimos, adresingiz? Yo'q. Obbi. Siz nimaga doim tirjayverasiz? Hozir ovqatlanib qorinni to'yg'izib olamiz. Mana qo'y. Sekinroq ich. Hozir 10ga burilamiz. 10ga burarkansiz, dada? Xo'p, bo'ladi. Engash. Foydasi yo'q. Baribir ko'rib qoldi. Beshinchi GAI inspektori Krylov. Qayoqqa ketyapsizlar? Leningraddan to'g'ri Karpatga, bola-chaqa bilan dam olgani. Bir maslahat bor. Qani? Oldinda yashirinib o'tirgan ana u qizcha. Orqadagilar bilan birga o'tirsin. Haydovchini harakatiga xalal bermasin. Keyin kamariyam bog'lab oling. Yaxshi, rahmat maslahatingiz uchun. Inspektor yaxshi odam ekan. Jazolashi mumkin edi. Yaxshidan ot qoladi, deyshadi qariyalar. Ha, mehribon odam tabiatning tuhfasi. Afsuski, odamni mehribon qilib tarbiyalashdan ko'ra toshbag'ir qilib tarbiyalash osonroq.
Aniqroq aytganda-chi? Masalan, bizni Pavlik aql bovar qilmaydigan ba'zi mashqlar oqibatida xuddin tosh bag'ri bo'lib qoldi. Buvisi bilan men o'lib bo'ldik, o'ylamaydi ham. Oling. Yaxshi bo'ladi buvisi keksa odam. Yo'q, hech narsa o'tmaydi. Bir-birtagina yeb oling. Rahmat. Katyusha, may. Rahmat. Hayotda Gala, yurgich. Shunaqa yumshoq odamlar borki, ularni hamma eshak qilib minib oladi. Qachon mukofot, putyovka beriladigan bo'lsa, boshqalar oladi, unaqalar chetda qolaveradi. Negaligini bilasizmi? Sababi ular yumshoq, oq ko'ngil, amma mabzag'li muloyim. Putyovka nima daxli bor? O'g'limni eshak qilib minishlarini xohlamayman. Ha? Mayli toshbag'ir bo'lsin, haqqini bermasin. Hayotni o'zichi shafqatlimi? Shuning uchun o'g'limni kichkinaligidan chiniqtirib, pishiq qilib o'stiryapman. Katta bo'lganda o'zi yiqilmaydi, birovlarni ko'taraveradi. Ana, yurish, eshityapsizmi gaplarini? Yo'q, unchalik bo'lmaydi. Umuman yaxshi emas. Bo'lmasam-chi, albatta yaxshi emas. Lekin hayotda qizlarimizni haligiday birovga haqqini bermay, pishiq puxta bo'lishlarini. Shunda ham haqqimizni bermaymiz. Kengash. Shirinlikka kompotmi? Kompot. Eskimo olib bering, iltimos. Marojni o'zim ham jon deb yerdim, lekin seni yolg'iz tashlab keta olmayman. Siz ustimdan quplab ketavering. Yaxshi fikr, g'ir etib borib kelaman. Ha, lekin mladший leytenantman. Kechirasiz. Pavlikni olib ketgan keldingizmi? Andrey, xursandman. Sveta ham bormi? Yo'q, yolg'iz o'zi. Yolg'iz? Sveta qayerga ketdi? Olimpiya basseyniga ketdi. Pavligingiz uy qamog'ida o'tiribdi. To'la. Men kirib qochoni olib chiqay. Sen shu yerda kutib tur. Bo'lmasa chiqqunicha gaz ichib kela qolay, ha? Mayli, ichib kela qol. Muzdagina kompot bor, ichasizmi? Jon deb ichaman kompot. Yuringlar. Qochoq bolani ham ko'rib qo'yaylik. Hozir ko'rasiz. Pavlik, mana marojni. Pavlik. Qani? Narigi xonaga kirib ketgandir. Hammasi ravshan. Deraza oldida daraxt bor ekan. Oshxonada ham yo'q. Narigi xonada ham yo'q. Ketib o'rgan. Sizga ishonib tashlab ketilgandi. Uni boylab bo'lsa ham ushlab o'tirish kerak edi. Chiqib ketibsiz, oynangiz lang ochiq. Kim o'ylabdi deysiz? Bu yerda hatto katta odam ham tusha olmaydi. To'la, bo'limga ketdik. Avval Svetani oldiga boringlar. Nimaga? Sezishimcha Pavlik Svetasi tura olmadi. Telestudiyani topib borgan, basseynni ham topib boradi. Bo'pti, ketdik bo'lmasa. Faqat mayorga aytib qo'yay. Mana telefon. Vasiliy Sergeyevich, to'g'ri, birinchi gal men qo'ldan chiqardim. Lekin bu safar nimaga xursand bo'lay? Xursand emasman. Har qalay borib ko'raylikchi. Nimaga foydasi yo'q? Balki o'sha yerdadir. Keyin siz oldingizga boramiz. Biz To'la, bolakaydan oldinroq borib, uni kutib olishimiz kerak. Laqillatib ketdi. Sizlarga kim kerak? Ular bizga tegishli odamlar. Iloji qancha? Adashib qolgan, tartibni buzgan boshqa bolalar ota-onalarini kutib o'tirishdi. Pavlik bo'lsa qochib ketdi. Uni qo'rqitib qo'ygansizlar. Urasizlarmi? Undan battar. 100 marta egilib turish, oyoq-yalang qorda yurish osonmi? Katta odam chidolmaydi bunga. Kuniga 100 sahifalab katta-katta kitoblarni yodlatadi. Mubolag'a qilish kerak emas. To'ygan bo'ladi. Baxshalilar janjalni topgan Hammasi vaqtlarini. shundan kelib chiqadi-da. Yo butunlay tashab qo'yishadi, yo bo'lmasa tarbiyani oshirib olishadi. Iltimos yordamlashib boring. Nima bo'ldi? Nima uchundir mashina o'tolmayapti. O'rtoq serjant, grajdankaga yordamlashib boring.
Xo'p bo'ladi o'rtamlashtirishni. Motorga biror narsa bo'lganmikin, a? Hozir ko'ramiz. Kontaktni tekshirdingizmi? Yo'q. Benzinnichi? Tugamagan bo'lishi kerak. Bo'lishi kerakmi yo tugaganmi? Tugamagan bo'lishi kerak. Hozircha yetarli. 3 minut dam olamiz. Umuman chakki emas qizlar, lekin yana ham puxtaroq bajarish kerak. Yaxshi. Sveta. Voy, sizmisiz? Yaxshimisiz? Kechirasiz, siz bilan maslahatlashmoqchi edim. Bilasizmi, bola yana yo'qolib qoldi. Nega yo'qolib qoladi? Bu yerga kelib qolsa, darhol menga qo'ng'iroq qiling, xo'pmi? Yaxshi. Yaxshi. Hozircha xayr. Agar biz uni topsak, darrov sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? Xayr. Chambarak bilan raqsga tushni takrorlaymiz. Muzika. Shoshmang. Telefonimni yozib oling. Ha, aytavering, eslab qolaman. 435 35 36. 35, 36. Eslab qoldim. 435 36 35. Voy, teskarisi. Xayr. Men albatta qo'ng'iroq qilaman. Bahona qilayotganim yo'q. Nahotki gapimga ishonmasangiz? Agar senga o'sha chiroyli leytenant yoqib qolgan bo'lsa, uni tug'ilgan kuniga taklif qil. Kechqurun albatta. Hozir gap qaytarmay musobaqaga tayyorlan. Mashdan hech qayerga javob bermayman. Umuman, bunaqa yolg'on yashirin gaplarni yig'ishtir. Sveta, Sveta. Sveta mamma. Voy, Pavlik, Pavlik. Mana yana topilding. Mana shu bola meni Pavligim bo'ladi. Bular men dugonalarim. Shu yerda kutinglar dedim-a ularga. Ko'nishmadi. O'zimiz butun Moskvani qidiramiz deb ketishdi. Yaxshisi o'rta mayor. Pavlikni o'zim topshira qolay ota-onasiga. Biz uyga leytenantingiz Nikitin Pavlikni ota-onasini boshlab borib qolsin. Uyga 1 soatdan keyin boraman. Rahmat. Xo'sh, ishlar qalay? Basseynda ham yo'q. Shunaqada. Sen shohida yursang, u bargida yuribdi. Tushunmadim. Pavlik basseynda. Bo'lmasa men ketib o'rtama yo'q. Basseynga shoshilma. Svetani keyin ko'rasan. Yangi topshiriq bor senga. Uni ota-onasini qidirish kerak. Nima dedingiz? Endi bolani ota-onasi yo'qolib qoldi. Ularni qidirib topish kerak. Mana belgilari. Operativ tarmoqdan e'lon qilasan. Yes, o'rta mayor. Do'dri. Bo'ldi qizlar. Kechgacha xayr. Xayr, chiqmanman. Pavlik, kech o'mil. Kela qol. Kel, Pavlik, kelsanchi. Kimin Qo'yma suvini. Qani chopdaro. Qani? Men nahang baliqman, tishlarim o'tkir, ehtiyot bo'l. Sizdan qochib ketaman. Mana akulaman seni yutib yuboraman. Ana hozir qochib ketaman. Meni hech kim tutamaydi. Mana, Bo'ldi, yengildim. hech qachon yengilma. Go'shkada sakraganmisan? Yo'q. Qani?
Hodiya. Barakalla. Sveta, negadir yo'qligingizda men doim sizni o'ylayman. Rahmat. Haligi Andreya Makichi, u ham doim sizni o'ylar ekan. Senga kim aytdi? Eshitib qoldim gapirganlarda. U yana shu qiz ko'z oldimdan sira ketmaydi dedi. Ha. Sveta, qo'ya qol. Pavlik. Menimcha bu yerdan o'tgandik boya. To'xtang. Kechirasiz, yana yanglishibman. Pavlik! Pavlusha! Sveta, Boris keldi. Tabriklayman, Svetik. Mana sovg'a, endi ochib ko'ra qol. Tashakkur. Biron joyga qo'yib qo'ya qol. Oynani oldiga. Pavlik, krem yetildimi? Qani? Yana biroz aralashtir. Sveta, shoshma. Qiziq. Sen kimsan? Pavlik, o'zingizchi? Bu qanaqasi? Ertalab ko'rsat deb qo'ymadi. Hozir qaragisi ham kelmadi. A? Nega yig'laysan, Katya? Topamiz. Mana ko'rasiz, topamiz. Albatta topamiz. Tashvishlanmang. Qani. O'zingni bos, Katya. O'zingni bos, qo'y, yig'lama. Men rahmat Sen meni kechir. Meni kechir. Ish qilib topilsa bo'ldi. Mayli kun bo'yi divanda cho'zilib yotsin. Mayli bolalar bilan shataloq o'ynab o'ynasin. Xohlagan ishini qilsin, endi qiynamayman. Mayli, hamma qatori bo'lib qolsin. Qayerdan sabulagina? Bo'ldi, Katya, bo'ldi qil, yig'lama, ketdik. Qidirish kerak. Topamiz. Xudo xolasa ketdik, yur. Bo'pti, ketdik. O'zingni bos, Katya, o'zingni bos. Ish qilib topilsa bo'ldi. 0521 nomerli Jiguli, to'xtang. Beshinchi GAI inspektori kapitan Arlov. So'rayman, talonimni teshmang. Yaxshisi jarima oling. Siz tartibni buzganingiz yo'q, o'rtoq. Ha. Er-xotin Arlovlar qaysilaringiz bo'lasiz? O'g'lingiz topildi. Rostmi? To'g'ri, mana shu adresga boringlar. Bo'ldi, endi ketaveringlar. Rahmat. Minnatdormiz sizdan. Yana tilagim shuki, yaqin yillarda umuman tezroq Pavlikka o'xshagan o'g'li bo'lgan. Shunaqa o'g'lim bo'lsa qani edi? Men ham roziman. O, yana mehmonlar kelishdi. Salom. Salom. Qani u? Qayerda? Voy. Ana o'tiribdi. Pavlusha. Necha yerdaman, oyi, dada. Topildinglar bo'lagina. Voy, Pavlusha. Aylanib keldingiz. Oppa seni. Nega bir qarasangchi? Dadaga bir qarasangchi, Pavlusha. Hech narsaga tushuna olmayapman. Tuppa-toza odamlarga o'xshaydi. Mana ish ham bitdi. Yelkamizdan tog' ag'darildi. Endi Pavlik uchun o'zini ota-onasi javob beraveradi. Biz emas. Xafaroq ko'rinasan? Yo'q, xafa emasman. Ko'rib turibman-ku. Gap bunday, shu bugunning hisobidan senga yana bitta topshiriq bor. Qanaqa? Juda muhim topshiriq. 9. Bo'ldi endi, bo'ldi. 10. 11. 12. Men yetkiza olmasdim. 13. Bo'ldi, qil, qiynama bolani. Shoshmay turing, oyi, 14. Haligina mashinada nima deyapding? Bu senlarga garnitur yo boshqa noyob narsamidiki, odamlarga ko'z-ko'z qilib maqtanasanlar. 16. Nahotki foydasi bo'lsa unga? Foydasi yo'q, menimcha. Salom, Sveta qani? Ichkarida. Salom, yaxshimisizlar? Voy, salom o'rtam Latchandri. Leytenant Nikit. Salom. Tabriklayman. Men mayor Vasiliy Sergeyevich topshirig'i bilan keldim. Uni qaranglar. Biz sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ham ko'rsatgan yordamingiz uchun tashakkur bildiramiz. Ko'p rahmat. Kechirasizlar, xo'p, xayr. Iya.
Bu qanaqasi? Shoshmang. Mладший leytenant Andrey. Yo, mладший leytenant Nikitin. Ozgina o'tiring. Biz hammamiz xursand bo'lamiz. To'g'rimi, bolalar? Tantansa tushamiz. Pavlik, bu yoqqa. Stolning ustiga chiq. Endi viktorina bo'ladi. Birizimdan san to'xtab turinglar. Xohlagan sohalardan savol beringlar. Matematikadan, geografiyadan, san'atdan. Menda savol bor. Xo'sh, qanaqa savol ekan? Doira maydoni nimaga teng? Pi kvadratiga. Pi kvadratiga. Savolingiz bormi? Qani bering, beravering. Kanar orollari kimga tegishli? Pavel, Kanar orollari kimga tegishli? Kanar orollari. Ispaniyaga. Ispaniyaga. Voy, miyasini o'tkirlik kechirasiz. Siz savolingiz bor, marhamat, beravering. Kichkina bolaga nima kerak bor bu narsalarni? Albatta kerak. Umumiy kamolat uchun. Aytingchi, Dima, ko'r-ko'raniga odalishdan nima foyda? To'tiqushga o'xshab. Faqat zarar. Do'stlar, bilasizmi, hali sizni tishingiz o'tmaydi bunaqangi narsalarga. Xayolingni bo'lma. Pavlik faqat meni gaplarimni eshit, xalal berishyapti senga. Yo'q, xalal berishmayapti. Kompozitor kim? Knyaz Igorni. Bilmayman. Pavlik. Benzol formulasi-chi? Esimda yo'q. Senga nima bo'ldi? Pavlusha? Ha? Senga nima bo'ldi? Pavlik. Qani? Boshing bilan turchi yoki beryozga qil. Bilmayman. Nega bilmaysan, o'jarlik qilma. Sen hamma narsani bilasan. Sen katta bo'lasan-ku. Yo'q, tushunyapsanmi? Katta bo'lasan. Hech qachon aralashish kerak emas. Nima bo'ldi senga? Ana ko'rdingiz? Ha. Pavel. Axir sen katta bo'lasan-ku, Pavel. Nima bo'ldi? Katta bo'lishni xohlamayman. Keragi yo'q. Я знаю, что нужно с утра умыться и сделать зарядку. Я знаю, что с детства пора себя приучать к распорядку. Автобус волшебный, автобус чудесный, лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно. Хочу бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так. С ребятами играть просто так. По лужам босиком просто так. И эту песню петь просто так, просто так, просто так. Я знаю, что самбо владеть полезно любому мальчишке. Я знаю, полезно уметь усваивать толстые книжки. Автобус волшебный, автобус чудесный, лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно, хоть раз бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так. Просто так? С ребятами играть просто так. Просто так? По лужам босиком просто так. И эту песню петь, и эту песню петь, и эту песню петь. Просто так, просто так, просто так. Просто так?